Tak. Mana o'rtoqlar, restavratsiya haqida ba'zi klientlardan, ba'zi mijozlardan restavratsiya haqida namuncha qimmat restavratsiya xizmati degan savollarga qisqacha bir javob. Mana restavratsiya qilinadigan bo'lsa, mana bunaqa holatda bo'ladi. Materiallar sochilyapti. Porlon gubka mana bunaqa lentalar ketib qolgan, masalan, osilib qolgan. Bularni hammasini ko'chirib, qaytadan qoqib, mana bulari so'rovga yetilgan bo'ladigan bo'lsa, yangisini tortib, o'shanaqa qilinadi. Mana restavratsiya qayta yopiladi masalan. Yaraydigan bo'lsa gubkasi masalan qo'yilib, ustidan dalbit qilinadi. Yaramaydigan bo'lsa olib tashalib, noldan yig'ib chiqiladi masalan. Bu endi bu material o'zi qayta yopiladigani. Faqat sidinasini o'zini ma'mulasini to'g'rilab berishga olingan ugorovda misol keltiryapman deyin. Agar polni materialigacha almashadigan bo'lsa, biz polni buni o'sha boya aytgandek hamma materiali aslari hamma narsasi olib tashlanadi. Faqat mana bu suyagi qoladi-da. Endi bu suyagi ham nima bo'lib ketib qoladi? Ko'p holatlarda mana bunaqangi samarasi ushlamaydigan darajada yorilib ketib qoladi. Mana bu hozir bakovoyda qotirish uchun mana shu rekadan foydalanish kerak. Mana bunaqa bo'lib ketib qolgan, mana yorilib, sinib. Nima qilish kerak? Ularni almashtirish kerak. Restavratsiya mana shunisi. Mana shunchaki aslida noldan ko'ra qimmatroq rasxodga aylanib ketadi. Asli. Lekin ishi ham ko'p. Eski materiallarni porlon gubka ularni hammasini skobasini sug'urib, mixlarini sug'urib, mana bunaqa masalan har birini sug'urib, mana mixlarni olib chiqib, qaytadan uni o'sha yig'gandan ko'ra yangi reka, yangi porlon, yangi lenta, yangi narsadan foydalangan osonroq. Yo'q, mana bu holatda mana bu yerda yangi narsani shundoq kesib yig'gan osonroq asli. Chunki mana bularni har birini tozalab, sug'urib, qayta qoqib, materiallarni sug'urib, skolbalardan tozalaguncha o'sha yangi mix qoqilmagan svejiy narsadan yig'gan osonroq asli. O'shaning uchun restavratsiya holatini bir video qilishga qaror qildim mana. Mana shuni qovurg'asini o'zi qoladi. Videoni ko'rib to'g'ri xulosa qilasizlar degan umiddaman restavratsiya haqida.